Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli aka-ukalar, charchamayapsizlarmi? Mazza yaxshimi? Hamma dehqonchilikka baraka bersin. Qishda boshlanishi ham kelib qoldi o'zi. Xudo xolasa. Ha, ko'chatlarni iloji boricha qishlovdan oldin bitta yaxshilab bir kalsiy bilan quyuntirib olsanchi yaxshi bo'ladi. O'sha tonnasiga kerakli miqdorda dorisini solib, yesisini ichmaganda 2000 atrofida qilib, kerakli ko'chat soniga qarab berib yuborgan ma'qul. Shunaqa immuniteti bilan vaqt-vaqt qishga kirsa, ko'chatlar o'tib ketadi. Bugun havomiz mana bulut, quyosh yo'q. Siz hasharotga ham zadno dori sochtirib olyapman hozir. Bundan keyin yana bir 10 kun 15 kunlarda kasallikka qarshi dori sochaveramiz. Ridamilmi, bir medniy sadajaysi dorilardan bo'lsa, sochaversa ancha maqsadga muvofiq bo'ladi. Daralardan chiroyli g'uborka qilib qo'ydik mana. Daraxtlar bariga ham to'kildi. Hamma yoqni chiroyli g'uborka qilib qishga sal odam keradigandek qilib qo'ydikda mana dalalar hamma yoq tozalab chiroyli qilib baliklarni shipirib tozalab fazonlarni olib tashladik. Ariqlarimizni cho'qib qo'ydik chiroyli qilib. Hammasiga bir sidirg'a bir kun oldin sug'ordik. Bugun shu kalsiyniklar doridan beryapmiz endi. Allohga tavakkal endi, xudo xolasa. Mevalar pishishda davom etib yotibdi hali ham. Ja beyozor bular. Sovurgandan qolganlarni. Hamma yoq mevasi pishib yotibdi hali. Endi birinchi sovurgangacha pishib yotaveradi bular. Albion haqiqatdan beyozor bo'lar ekan. Sovurganlar ham bor orasida mana shular sovurgan mana qarang. Shuncha qo'l bilan bossangiz liqillab turibdi. Mana bular ham urgan sovuq. 10-20% urgan qolgani turibdi. Ammo mazasi rosa yaxshi shirin. Albaklerlar ham o'zi salqin uyquga ketish arafasida bular. Mana issiganga yana narosatda qoladi bular endi. Bu yil tabiatdan ko'ryapsiz, bir issiq beryapti. Shunda ham ozgina suvini yaxshilab berib, yaxshilab kalsiyniklar bilan to'yintirib yubordik bularni. Mana pastamonimizda endi uydagi albion ko'chatchalar bor, shularni 10 kun 15 kunlarda 10 kunlardan ekamiz. Keyin tajriba bo'ladi. Qani dekabr oyida ham ko'chat eksa qanday bo'ladi? Bahorda qanaqa ishga kirib ketadi, xudo xolasa. Aliyalar hammasini eski ko'chatlar bor edi, bu yerga olib tashladim. Hammasini olib, joylarini tayyorlab ekishga tayyor qilib qo'ydik. Bitta sug'orib, sirasi ko'chatni ekib olamiz. O'shanda shu tomonda yangilanib kelgan ko'chatlar, mana qarang, yangi bo'lib turibdi ko'chatlar. Bu yerda 10 hektarimiz yo'q. Bularni ekamiz, xudo xolasa. 2200 dan ko'chat ketadi, ketsa bu yoqqa. Boring 2,5 mingta ketsin. Shularni yaxshilab ekamiz endi, xudo xolasa, chiroyli qilib. Shundan bu dalamiz ham ko'chatga to'ladi. Hamma joyini chiroyli qilib qo'ydik. Qilinglar mana. Qisman uyquga ketgan. Shunda ham arosatda qolib turibdi bir. Yashab-yashamay. Shunda ko'rasiz, 18-20 gradus beryapti. Bugun bulutli havo. Biz shaharimizda ham. Shunda ham bitta hasharotga ishlab qo'yish kerak. Yaxshilab yigitlar cho'miltirib sochib kelyapti. Hasharotiga. Bular suragajdan 3 kunlik, dori yani suragajdan 3 kunlik. Naqib har bittasi agrovolklar tashab qo'yilgan shu. Joyiga o'sha meva uchun tashilgan edi. Mana ko'lakchi qanaqa bo'lar ekan deb. Bu qisman saqlab qoldi. Shunaqa holatda. Hammasi xazonlar baribir shib olib endi mana bu yerda ozroq qoldi. Hozir endi shib olib tashladim. Bu yerda ham ko'chat bor, ko'chat ekilgan. Albionlar ekilgan. Shu ko'chat olish maqsadida bu mana foliyalar hammasi. Bir sira meva ham beradi, ko'chatni ham olyapmiz. Mana bir oy oldin ekilgan albionlarimiz. Chiroyli bo'lib, o'sib turibdi bular. Endi bu yoqda hozir qishki uyquga ketadi. Bularga ham yaxshilab hasharotiga dorisini sochamiz. Bu aytgandek 10 kun 15 kunda bitta yaxshilab uyqudan oldingi dorilar sepiladida. Charchamanglar aka-ukalar, charchamanglar. Har bir dehqon qilayotgan ishga Alloh taolomiz baraka bersin. Charchamanglar.